Assalomu alaykum do'stlar. Yevropaning masjidida bir ayol o'zini farzandi bilan jamoat namozi o'qilayotgan joyga kirib, ular bilan birgalikda namoz o'qishni boshladi. Ayol kishi islom dinidan hech qanday xabari yo'q. Shundoqqina kirib, ro'molsiz, hijobsiz, kiyimsiz, o'zini oddiy kiyimga kiyib yuradigan kiyimida musulmonlarning qilayotgan ibodatini hayron bo'lib, ularni qilgan sajdalarini bir yerlikda takrorlab namoz o'qishni davom etdi. Va namozdan so'ng masjid imomi u ayolning farzandi bilan alohida suhbat qildi va suhbatida Allohga ishonasanmi dedi. Ayol kishi ha, Alloh bu Iso alayhissalom deb aytdi. Ayolning bu javobidan so'ng masjid imomi bu ayolga islom dinini tushuntirish uchun o'zining xonasiga taklif qildi va u yerda dinni, haqiqiy dinni tushuntirdi. Masjid imomi bu ayoldan Allohning yakkaligiga ishonasizmi? Payg'ambarimiz alayhissalomni Allohning elchisi ekanligiga ishonasizmi? Farishtalarga ishonasizmi deb islomni ustunlarini so'radi. Va bu yerda ayol kishi hammasiga ha deb javob berdi va islomni qabul qildi. Shahodat kalimasini aytib Allohning yagona diniga kirdi. Yangi musulmon birodar hammamizga qutlug' bo'lsin.